Bugun Jizzax shahridagi Zafaron restorani o'zining 3 yilligini nishonlamoqda. Bugungi oqshom oddiy kechalardan biri emas. Ayni damda bu yerda ko'plab mehmonlar, yorqin shou dasturlari hamda unutilmas lahzalar jam bo'lgan. 3 yil avval bir orzu bilan boshlangan yo'l bugun yuzlab mehmonlar ishonchi va minglab go'zal xotiralarga aylandi. Zafaron restorani uchun har bir mehmon oddiy mijoz emas. U bizning qadrli mehmonimiz, do'stimiz va katta oilamizning bir qismi. Bu 3 yil davomida biz mehmonlarimizga nafaqat turli xil taomlar taqdim etdik, shuningdek, qiziqarli bayramlar, uchrashuvlar va eng quvonchli lahzalarning bir qismi bo'ldik. Kechaning maxsus mehmonlari Sevinch Mo'minova, Shohruxxon va Ramiz Usmanov bayram dasturini esa taniqli so'z ustasi va qiziqchi Shukrullo Isroilov olib bordi. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Sevinch xonim Mo'minova. Davrani fayzini ko'rib, kayfiyatimiz ko'tarilib ketdi. Bizni chiroyli mehmon qilishdi. Ovqatlari juda ham zo'r. Omad tilab qolaman. Shohruxxonni taklif qilamiz. Qarsagilar. Ayyomlar bilan tabriklayman. Bundan buyog'iga yanada ulkan parvozlar tilab qolaman. Juda ham chiroyli bayram bo'tdi. Shu bayramda qatnashayotganimizdan juda ham xursandmiz. O'z kasbining ustasi Ramiz Usmonovga. Maftun bo'ldum, go'zal bir janonga. Maftun bo'ldum, jondan aziz, xumor ko'z janonga. Zafaron restoranining bugun 3 yillik to'yi. Mana shu 3 yil ichida mana shu ajoyib restoran nafaqat bizning o'zimiz Jizzax viloyatimizda qolaversa, respublikamizning barcha hududlarida o'z bir muxlislarini topdi. Undan tashqari o'sha ajoyib yo'ldagi o'sha xizmat ko'rsatish xodimlari ham juda ham yuqori malakali darajadaligini hammasi ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, dastur davomida ko'plab sovg'alar va qiziqarli chiqishlarga ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu kecha nafaqat 3 yillik bayram, bu ishonch, mehr va birgalikda bosib o'tilgan yo'lning nishonlanishidir. Bizga ishongan har bir mehmonga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu hali boshlanishi. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bundanda qiziqarlilari oldinda. Sizni Zafaron restoranimizda kutib qolamiz.